Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Ham yaxshimi? O'zingiz tinchmi? Endi mana shular butab, sekin ota-bola olyapmiz. Ha. Tinchmi onangiz? Alhamdulillah. Bolalar, Ona ham yaxshi. farzandlar, qarindoshlar. Ha, kecha avval kuni bilan sizga yotqizdik. Ha. Oldi, davolab oling. Men bir ishlarim bilan bu yoqqa o'tib, ertalab bo'lsa bir yo'qlab ketayim deb. Bularni nima qilyapsiz endi? Ularni butab qo'ydim-da. Uchrashmaganimizga ham salkam 1 yil bo'lib qoldi. Ha, 8 oy, 1 sezon o'tdi-da. O'shanda eslasangiz siz mana shu yer hujjatlarida chalkashliklar, uni ortidan ortiqcha soliqlar to'lash masalasini qo'yuvdingiz, hech oxiriga yeta olmayapman deb murojaat qiluvdingiz bizga. Mirqodilov Akmaljon Akbaraliyev. Akmaljon aka. Dali ve sabahı. Onalari sizi? Ona Bering. organdan 2018-yil 12-sentyabrda 19-16 qaror bilan Akmaljon akaga dehqon xo'jaligi, yer maydoni doimiy foydalanish huquqi bilan ajratib berilsin. 1 gektar joy doimiy foydalanish huquqi bilan dehqon xo'jaligi uchun Ajratib berildi. boshladinglar 18dan. Endi nima bezovta qilyapti? Endi mana shu kadastr qilganimizdan keyin 24-yildan shundan keyin shu boshlandi kadastr soliqqa chiqarib berdi. Soliq 50 million so'mdan Bormi hujjati? har bittaligimizga deb Qani? hali hozirga bor. Ana 50 milyon. Mana her bir tanesiye 48 milyondan çıktı. Har bittamizga 50 million qilsak, Qariyb 49 million bir yillik 1 gektargami yo 35 sotikkami? har 35 so'm. 35 sotikka chiqyapti. Buni sizga qachon beryapti? 3-mart bu yil beryapti. Qariyb 50 milliondan. Har 30 so'm. Surishtirsak, shu soliqqa hali qilsak noturar bo'lib turib qolgan deydi. Bormi hujjat? Kadastrga borsak, Ana natural bu kızımda. 3-dekabr 24-yil yer uchastkasining kadastr raqami xuddi yer shunday qilib, toifasi qishloq xo'jalik emasda ko'chmas mulk obyekti sifatida kirgan. xuddi obyekt bir bino borga o'xshatib shunaqa bo'lib qoladi. Kadastr nima deyapti? Kadastrga borsak, endi Yaqinda. boshlig'iga kirgizdirib, Dehqon xo'jaligi uchun ajratilgan yer maydonlari mavjud bo'lib, noturar yer maydoni mavjud emas. Endi 7-mart 25-yil. Endi soliq nima deyapti? endi soliq 33 milyon tölye 33 isteyapti bunga. million. 1 gektarga. Endi bu yerga 33 million to'lash uchun beydan qanaqa narsa ekib bir daromad olib 33 million so'mni bu yotibdi. bir haligi qilib bo'layotgan sharoit yo'q-da endi. Farzandlari bilan buni qilguncha agar farzandlarini yelkasi bir qavat ajrab chiqdi. Bog' olganiga ming bor pishman yapti. Bo'lib ketibdi endi bilmadik endi. Bog' olganiga ming bor pishman edi. Farzand 3 ta farzandi bor. Xotini ishsiz. Oila ahvoli o'zi obodonlashtirish bo'limida ishlaydi. 3 ta farzandi bor. Farzandlari hali o'quvchi, lekin shu o'quvchi bolalarni ham ezvardi. Tosh tergizib, bitta bog' qilguncha 7 yildan beri hali daromad olgan shu bir yil yolg'on bo'lmasin. Arzimagan haligi soat. Ha, rasmlarim. Mana bu holatda bo'lgan yer bo'lgan. Dagi yerlar mana shu yer. Hozirganimdan birga yuribman. Bolam sog'ligini Mana shu toshlar joy bo'lgan. Xudo ko'ngilga solganmi yo bir Parvardigor o'zi haligimi? Shuni shunday jannat joy qildingiz, ha? Haqirlamam suv toshi debdi. Farzandlari ham juda qiynaldi. Hozir ukam ham ikkita farzandi bor. O'zi arendada turadi ukasi. Hozir endi ukamni ish haqidan ushlab qolsam men qanday odam bo'laman ikkita farzandi bilan? Endi uni nomiga olib qo'yganman o'sha paytda. Ukangiz nomida. O'sha nomiga. Men o'zim obodonlashtirishda shu 2 million oylikka aka haqiqatan bir kambag'alni ot ustida it qopti deganicha shu hayotdan olingan bu maqol olingan narsa ekanda shu hayotdiy narsa shekilida tavba qildim avvalo. Shu bizni boshimizga hujjatlarda tushunmaydi deb shunchalik bir noto'g'ri dokumentlarni qilib bergan insonlarga ham Parvardigor o'zi ko'rsatar. Agar yer kerak bo'lsa mana olsin. To'g'risi, agar biz ham yotamiz davlatdan tayyor narsani borib, mana ilojim yo'q, men sog'lig'im ko'tarmayapti, qilib berasan, dod dursang beradida. Deydi mehnat qilib, qo'ling qavarib, boshingda apta o'tib, mana bu yerda tosh terib, xizmatga qolib, mana
soliq to'lab, berchilar mana bitta o'ylarga ko'payadi. Yo ishlashga bir imkoniyat, sharoit qilib beringlar, yo mana vijdonlaringga havola. Bizni qilgan murojaatlarimizni ko'rgan mahalla-ko'y vajohat bilan nima qilibsan deganlar bo'ldi. Endi shunchalik mana shu toshlarni terib, yig'ishtirib, chelakma-chelak bu ko'chatlar tagiga suv quyib, onam bilan, bola chaqam bilan shunchalik mehnat qilgandan keyin endi Nima o'zgarishlar bo'ldi bizdan keyin? Allohga shukr, mana haqiqat egilar ekan, lekin sinmas ekan. Mana o'zimdan ko'rdim, boshimdan o'tdi. Faqat sabrda bo'lish kerak ekan. Xudoga behisob shukr. Har bir ishda hikmat bor deydimi? Alloh sizni bizga ro'para qildi. Shu sababli mana o'ylashimizcha dardimiz prezident darajasigacha yetib borib, mana shaxsan viloyat hokimi o'zlari nazoratga olib, soliqlarimiz 0 bo'ldi. Endi mana bizni tanigan, tanimaganlar, bizni qo'llab-quvvatlaganlar, Alloh rozi bo'lsin, hammasiga rahmat, umri uzoq bo'lsin. Murojaatingizdan rozimisiz? Alhamdulillah, rahmat, rozi. Sog' omon bo'ling. Xursandchilikda ko'rishaylik. Suvni qanday qilyapsiz? Suvni ayshi haliga nasos bor-ku bu o'yda. Ha. Shu nasosdan chiqsa, Ha. tegida 3 ta gradga bo'lib Ha.